Xo'p, bugun yana siyosiy mavzularga qaytamiz va nihoyat, ya'ni Jozef Naynning Yumshoq kuch, ya'ni Soft Power kitobiga asoslangan holda bugun yumshoq kuch, qattiq kuch, aql kuchi, ya'ni Soft Power, Hard Power, Smart Power nima o'zi? Hammasini chiroyli qilib gaplashib chiqamiz, xudo xohlasa. Xo'p, birinchi Jozef Naynning Soft Power kitobi haqida gaplashsak, bu kitobni adashmasam 2 yilmi, chamasi maksimum 2 yil oldin o'qigan edim. Va hozir ichidagi narsalar uncha esimda ham bo'lmasa ham detalli, lekin tushuntirib bera olaman. Nimalarni o'qiganim esimda va bu Jozef Nay orqasiga yozib qo'ygan AQSh mudofaa vazirining xalqaro xavfsizlik masalalari bo'yicha sobiq yordamchisi, Garvard va Oksford universitetlari professori, siyosatshunos. U Amerika tashqi siyosatidagi eng nufuzli shaxslardan biri sifatida ham tanilgan. Bu, ya'ni Jozef Naynning kimligi, qanday professorligi, Amerika tashqi siyosatda qanday o'ringa egaligi haqida. Xo'p, Jozef Naynning bu kitobni o'qiyotganingizda siz neytral, ya'ni o'rtada turib o'qishingiz kerak. Bu kitobga ishonmasdan ham, bu kitobga ishonib ham ketmasligingiz kerak. Nimaki ichida ko'rdim, o'zim o'qigan narsa aytyapman. Maqsad bitta Amerikani yaxshilash. Maqsadni Iroqqa kirganda ham ba'zi jabhalarda, ya'ni yaxshilayapti. Ya'ni maqsad Amerikani yomonlash emas. Amerika tashqi ishlar vazirligida ishlagan deb aytib o'tilgan, ya'ni Amerikani yomonlamaydi baribir. Aniq bu o'zining davlati, o'zining vatani nima bo'lsa. Va kitobni neytral o'qisangiz, ichidan yaxshi ma'lumotlar ola olasiz. Lekin ichiga kirib ketib, Jozef Nayn nimani ta'kidlasa, o'sha narsani to'g'ri deb bilsangiz, uje to'g'ri. Nima qilsa AQShni yaxshilargan va faqat AQShning foydasiga ko'pincha gapirgan. Xo'p, yumshoq kuch o'zi nima? Yumshoq kuch, ya'ni biron bir davlatni kuch bilan emas, bosim bilan yoki xalqaro sanksiyalar bilan emas, yumshoq kuch orqali, ya'ni hozir yumshoq kuchi eng kuchli davlatlardan biri, ya'ni oldindan Sovuq urush davrida, Ikkinchi jahon urushidan keyingi yumshoq kuchi eng kuchli davlatlardan biri bo'lgan davlat bu AQSh birinchi o'rinda tan olishimiz kerak. Va yumshoq kuch o'zi nima desak, bizga seriallar orqali qo'shiqlar, har xil brendlar, har xil namoyishlar, aktyorlar, kinolar, itaklari qisqacha social media, ya'ni ijtimoiy tarmoqlar orqali, televideniya orqali bizga propaganda qilishadi. Yumshoq kuch biz bilmaymiz, lekin bizga propaganda qilishadi. Xo'p, Kulrang propaganda degan kitob bor. Bu kitobni ham o'qiganman, maslahat beraman hammaga, juda yaxshi kitob. Va Nevzat To'rxon edi, To'rxonmi shunaqa edi, adashmasam yozuvchisi. Va o'sha kitobda ham ta'kidlagan, Turkiyada parlamentda o'tkazgan paytlarda aytishgan, Amerika kinolarini chiqarib tashlaylik, faqat o'zimizning kinolarimizni qo'yaylik televideniyalarga deb aytishganda, o'sha paytdagi Turkiya prezidentiga bu narsa yoqgan va shu narsani qilmoqchi bo'lgan, ya'ni boshqa davlatlarning kinolarini yo'qotib, faqat o'zlarining kinolarini televideniyalarga yozmoqchi bo'lishgan, ya'ni boshqa davlatlarning yumshoq kuchni qo'ymasdan o'zlarining yumshoq kuchlarini targ'ib qilishmoqchi bo'lishgan. Lekin kichik Jorj Bush telefonga chiqqan: hurmatli Turkiya prezidenti, siz o'rningizni yo'qotib qo'yasiz. Bunday qilmang. Bizni bilasizlar, sanksiyalar bilan, harbiy yurishlar bilan kelamiz. Shuning uchun qisingda o'z ishingizni qiling, qo'yavering. Bizning kinolarimiz ketaversin, bizning yumshoq kuchimiz ketaversin deb aytgan va o'sha paytdagi Turkiya prezidenti qo'rqib qolgan va bu qaror yo'qotib tashlangan. Va ko'ryapsizlar, kichik Jorj Bush, ya'ni o'sha paytdagi Amerika prezidenti ham shaxsan telefon qilib, o'sha paytdagi Turkiya prezidentiga aloqaga chiqqan. Bu nimadan? Bu yumshoq kuch qay darajada muhim narsaligidan, soft power qay darajada siyosatda muhim, diplomatiyada muhim narsaligidan. Ya'ni biz bilamiz, Amerika Iroqqa kirganini ham, boshqa davlatlarning eshigiga burun suqganini ham kinolari orqali, Afg'onistonga kirganini ham kinolari orqali nabrod yaxshilik qildik. Ularni qashshoqlikda bo'lganlarni nabrod olib chiqib biz yaxshi hayot kechiradigan qildik endi deb aytishadi. Misol Kuvaytning o'sha paytdagi diktatori, prezidenti Muammar Qazzofini bilamiz. O'sha paytda shu darajada kuchli bo'lganki, Muammar Qaddofiy, ya'ni o'z xalqiga muhabbati, o'z xalqi uchun shunaqa ko'p ishlar qilganki, o'sha paytda siz gapimni yaxshilab eshiting. Yaqin Sharq, hozirgi Isroil tomonlarida desak, hozirgi Quddus desak hammamiz bilamiz. Yaqin Sharqda Yevropadan odamlar Kuvaytga ishlashga kelgan. Tushunyapsizmi? Mana bizdan hozir ko'pincha Rossiyaga, Amerikaga, Yevropaga ishlashga borishadi-ku. Ana shunaqa Yevropadan Kuvaytga ishlashga kelishgan. Kuvaytga ishlashga kelishgan. Tushunyapsizmi? Davlatni qay darajada ko'targan, milliylashtirib hamma narsani Muammar Qazzofiy.
va bu narsa ularga yoqmagan, ya'ni u hammasini milliylashtirilgan. To'g'ri, misol neftni Muammar Qazzofiyning o'zi qazib olmagandir, ularni Yevropaning kompaniyalari qazib olgandir. Da, to'g'ri, lekin u hamma narsani milliylashtirgan va o'sha paytda men aniq summani ayta olmayman, lekin ijtimoiy tarmoqlarga qidirib bemalol topsangiz bo'ladi. Uylangani uchun pul, bolali bo'lgani uchun pul, bu yoshga kelgani uchun pul, universitetga kirgani uchun pul, chetda o'qisa hamma o'qishlarni qoplab beradigan va mana xalqqa bundan ortiq nima qilish mumkin? Va shunday diktatorni soft power, ya'ni yumshoq kuch orqali yomon qilib ko'rsatishdi. Uni ham achinarli, juda achinarli o'ylayman. Men shaxsan Venezuela prezidentiga ham, boshqalarga ham achinmayman. Muammar Qazzofiyning o'limiga achinaman. Demak, o'zini xalqiga shunday qildi. O'layotgandan oldin men aytgan gaplarga yaqin gaplarni aytgan. Ya'ni farzandlarim, sizlar xato qilyapsizlar. Bular hammasi propaganda, xato qilyapsizlar deb Muammar Qazzofiy o'sha o'ldirayotgan paytda ham aytgan. Va mana yumshoq kuch orqali bir davlatni diktatorini, bir davlatning prezidentini ag'darishdi. AQSh yani yumshoq kuch mana qay darajada kuchli. Endi soddaroq qilib tushuntirishga harakat qilaman. Yumshoq kuch, ya'ni Amerikaning yumshoq kuchi nimaga tayyorlandi? Kinolarga va qo'shiqlarga, bizga ham qo'shiqning ismi esimda yo'q, kelganda bir shov-shuv bo'lib, ochiq-sochiq kiyinib, befarosat kelib, o'ynab qo'shiq aytib ketganda, mana bu ham bir ularning yumshoq kuchi va ularning brendlari, ularning boylari, biznesmenlari, Elon Musk, SpaceX, Facebook, bu o'sha shunaqa narsalar va bular ularning yumshoq kuchi. Ikkinchi yumshoq kuch bu Yaponiya va Koreya. Men eng yomon ko'radiganlarim, men AQShni ham yumshoq kuchga chidayman, lekin bu narsaga chida olmayman. Men eng yomon ko'radiganlarim, ya'ni nima? Kimbap nimaligini bilmayman. Men shunday deb o'qigan edim, esimda yo'q. Kimbap va drama, shunaqa narsalar, ularning ham qo'shiqlari kiradi, zaif erkaklarni targ'ib qilish va shu misol va zaiflikni targ'ib qilishadi, propaganda va bu bizni yiqitadi, bizga qarshi ishlatiladi va endi Turkiyani ham olsak bo'ladi. Yumshoq kuchi kuchli. Nimaga desak, Turkiya bilamiz o'zining tarixiy bir necha yillardan beri tarixiy kinolarga juda katta investitsiya kirityapti va tarixiy kinolarning ustida juda ko'p ishlayapti. Ya'ni biz eng buyuk millatmiz, biz eng kuchlisimiz deb tarixiy kinolari orqali bu narsani yo'tishga harakat qilyapti va yo'tib bera olyapti ham. Молодец. Eplay olishyapti. Biz ham 7 pomidor bor edi, 6 pomidor bo'lib qoldi qilmasdan tarixiy hamma o'sha aktyor, rejissyorlar birlashib bitta ikkita tarixiy kino, to'g'ri tarixiy kinolar, jadidlarimiz haqida, misol Bahodir Yalangto'sh haqida kinolar chiqarilgan, ajoyib, вообще нереальный zo'r, lekin ko'paytirish kerak bu narsani, ko'paytirish kerak. Amir Temur haqida serial olishimiz kerak, endi bu narsani qilishimiz kerak. Yumshoq kuchni targ'ib qilishimiz kerak. Biz kuchli millatligimizni endi chiqib aytadigan vaqt keldi. Va yumshoq kuchi eng kuchli davlatlardan biri Xitoy. Ular diplomatiyasida xitoychasiga salom nima deganini bilmayman. U koreychasiga annyeonghaseyo deydi. Xitoychasida bilmayman. Ana shunday qilib, yaxshimisizlar, kelinglar deb Xitoy yumshoq kuchni ana shunaqa diplomatiyasi juda chiroyli ishlatyapti. Men Xitoyga ana shu borada kayf qilaman, tan beraman. Bunaqa diplomatiyasini kuchli ishlatgan, bunaqa diplomatiyada yumshoq kuchni chotki ishlatgan davlatni ko'rganim yo'q. Bitta Xitoy bu borada juda kuchli. Va o'ylayman, yumshoq kuch borasida siz yaxshigina tushunchaga ega bo'ldingiz. Ya'ni yumshoq kuch qurol bilan emas, avtomat bilan emas, xalqaro sanksiyalar bilan emas, bosim bilan emas, yumshoq kuch orqali o'sha davlat fuqarolariga o'zini yaxshi qilib ko'rsatadi. Ya'ni Amerikani misol yaxshi qilib ko'rsatadi kinolarga. Misol Koreyadagi bolalarni krasavchik, zo'r bolalar qilib ko'rsatishadi. Bu yumshoq kuch ana shunaqa propaganda qilishyapti va ko'p qizlar bu narsaga uchyapti ham. Onga yo'q nimaga. Qizlar baribir fikrlash ancha orqada bo'ladi. Bu narsani to'g'ri qabul qilishga harakat qilamiz. Va shu orqali mana propaganda ishlayapti va propagandaning eng kuchlilaridan biri, yana biri Yevropa propagandasi ham juda kuchli. Misol Italiya moda, restoran, style, old money, ana shunaqa narsalarni Italiya zo'r targ'ib qiladi. Mana ularning yumshoq kuchi shu narsalarga tayanadi. Va общий Yevropaning nimasini olsak agar, ular 17-asrlarda men bu haqida katta video ishlaganman. Katta emas, 4-5 minutlik video, kirib profilimda bemalol ko'rishingiz mumkin va Yevropaning yumshoq kuchi 17-asrlarda o'sha gap qaysidir saltanatdan voz kechib bir qiz uchun o'sha saltanatni bosib oladi yoki o'sha saltanatga boradi deb aytishadi.
taxtdan voz kechadi bir qiz uchun shunaqa narsalarni targ'ib qilishadi. Lekin hurmatli qizlar 17 bunaqa narsalarga havas qilmanglar. Bu hammasi skaska, propaganda, yumshoq kuch, Jozef Nay. Va aslida ular 1700-yillarda, 17-asrlar atrofidagi ular o'zlarini ayollarini chiqarib qul qilib sotishgan. Qul mana sizlar birovni ayoli. Представить qilinglar, sizlarni qul qilib sotishgan. Arablarda bu narsa bo'lgan, islomdan keyin bu narsa to'g'rilanib ketgan. Lekin 1700-yillargacha Yevropada ana shu narsa bo'lgan. Mana sizlar havas qiladigan o'sha Yevropa aslida botqoqlikda bo'lgan. Shuning uchun madaniyat, or, nomus haqida hech kim bizga dars bera olmaydi, hech kim bizdek bo'la olmaydi. Biz bu jabhada juda kuchliyiz. Dinimizda ham, bizning mentalitimizda ham, o'zbek mentalitida ham ayolga muhabbat, ayolga hurmat juda ajoyib tarzda. Ko'p qizlar non-ko'rlik qilishyapti va keyinchalik afsuslanib qolishadi, boshi urib, borib taqda yo'lga tegadi, keyin kech bo'lib bo'lgan bo'ladi. Xo'p, endi hard power, ya'ni qattiq kuch misolida gaplashamiz. Hard power deganda odamlar nazarida eng birinchi menimcha keladigan davlatlar bu 3 davlat, ya'ni AQSh, kaksagida AQSh hamma yerda birinchi o'rinda, Rossiya va o'sha Lyubimый Kim Chen Inning Koreyasi. Nimaga bilamiz? Eng yopiq davlatlardan biri va AQSh bilamiz, hamma davlatning ishiga burnini suqadigan va hamma xalqaro huquqni buzishi mumkin emas, lekin faqat AQShga mumkin bo'lgan davlatlardan biri. Bu AQSh, faqat AQSh o'zlari chiqarishgan qonunni o'zlari buzishlari mumkin. Va hard power sanksiya, ya'ni sanksiya qilishadi. Bu sanksiyani eng ko'p qiladiganlardan biri bu AQSh. Yana gap borib AQSh Amerika Qo'shma Shtatlariga borib taqalyapti. AQSh ko'plab sanksiyalar davlatlarga qo'yadi va hamma davlatlarni olib, Venesuela prezidentini olib qochgandek, xohlagan prezidentni ag'darishadi, xohlaganini qo'yishadi, qayerda neft ko'p bo'lsa o'sha yerga kirishadi. Shunaqa. Bu hard power. Ko'plab siyosatchilar yomon ko'radigan, yomonlaydigan degan narsalardan biri. Ya'ni armiya bilan yoki sanksiyalar bilan. Sanksiya degani misol sizning neftingiz bor va neftingizni sota olmaysiz. Nimaga sanksiya qilishadi? Boshqa davlatlarga aytishadi, sen bu davlatdan neft olmaysan yoki suv olmaysan yoki tilla olmaysan, yo u olmaysa, bu olmaysa, shunday qilib sizga nisbatan sanksiya qilishadi sizning davlatingizga. Va eng katta ikki davlat, Rossiya va AQSh hard power orqali o'zining tagidagi, o'zidan kichik, unga bo'ysunadigan davlatlarga buyruq berishadi. Bu bilan bo'lmaysan, men bilan bo'lasan, menga berasan, bunga bermaysan deb hard powerni ishlatishadi. Va Rossiyani bilamiz, господин Putin, ya'ni Vladimir Putinning xarakterlari orqali Rossiyani ham biz agressiv davlat deb bilamiz. Ya'ni Putin tufayli Rossiya agressiv davlatga o'xshab ko'rinib qolgan. Bu narsani tan olish kerak va Putin agressivligi tufayli, qattiq turishi, jiddiy jahlli odamligi tufayli Rossiyani ham biz agressiv davlat deb bilamiz. Va Rossiya ham ko'p urushni yaxshi ko'radigan, urushni, ya'ni bo'ysunishni xohlamaydigan, Putin bo'ysunishni xohlamaydigan odam tufayli avtoritar ravishda davlatni boshqaryapti va bu tufayli biz ham, ya'ni boshqa dunyo ham Rossiyani avtoritar, ya'ni agressiv davlat deb bilamiz. Va legenda Kim Chen Inning Koreyasi. Bilamiz, klub har doim klub bolalarga mehr ko'rsatadi va uni ham hamma qasak cholishadi. Hard power unda kuchliligi tufayli. Ya'ni unda bilamiz eng yadroviy kuchli qurollar ham va boshqa kuchli urushda kerak bo'ladigan qurollar ham bor, lekin u Amerika va AQSh singari o'zini hard powerini bu darajada kuchli ishlatmaydi. Ularning azaliy dushmanlaridan biri pastdagi Koreya, tamom. Ular bu darajada kirishmaydi. Kim Chen In bu darajada Amerika burnini siqmaydi va hard power deganda sizning oldingizga ikkita davlat, misol ko'z oldingizga ikkita davlat kelsa bo'ladi. Rossiya va AQSh. AQSh Qo'shma Shtatlari va Putinning Rossiyasi bo'ldi, tamom. Boshqa davlatlar emas, eng qattiq kuchni, hard powerni ko'p ishlatadigan davlat ana shu ikkalasi. Endi smart power, ya'ni aql kuchi, juda nozik, smart power juda nozik masala. Nimaki? Aql kuchi o'zini tarjimasidan ma'lum. Aql kuchi aql bilan ishlatiladi. Bu yoqda diplomatiya ham, qurol ham, sanksiyalar ham aql bilan ishlatiladi. Ya'ni bu soft power va hard powerning birga uyg'unlashishi, ya'ni birga aralashmasi smart power bo'lib chiqadi. Ya'ni aralashib, qayerda kuch bilan ishlash kerak, qayerda yumshoqlik bilan ishlash kerak, ana shular birlashib smart powerni keltirib chiqadi. Smart power eng oddiy tushuntirib bersa bo'ladigan narsa. Ya'ni menimcha tushuntira oldim. Qattiq kuch va yumshoq kuch
hard power va smart powerning aralashmasi, birlashmasi smart power bo'lib chiqadi. Qo'shilsa bir-biriga smart power bo'lib chiqadi. Bu juda nozik masala, smart power juda qiyin tushuntirish va tushunish ham juda qiyin emas. Men eng oddiy masala bo'yicha tushuntirishga harakat qildim. Endi yana shu Joseph Nyening Soft Power kitobiga keladigan bo'lsak, mana bu yerdagi siz ko'rayotgan avtomat bu, ya'ni Kalashning avtomati bu hech qanaqa yomon narsa emas. Ichida odam o'ldirishga, terrorizmga targ'ib qilinmaydi. Buni ko'rib ba'zilar qo'limda o'qib o'tirganimda, ko'chada o'qib o'tirganimda ko'rib odamlar ana shunday qarashgan, bu qanaqa kitob deb. Demakki, qaysi ma'noda qo'rqinch dedi. Demakki, Kalashnikov avtomati turibdi, hamma har xil o'ylaydi. Ya'ni kitobda bitta joyda ajoyib keltirishgan, terrorizm deganda insonlar nazarida islom keladi. Islom dini, ya'ni musulmonlar keladi. Musulmonlar terrorist bo'ladi deb keladi. Bunga eng katta sababchi shaxs Usama bin Laden. Usama bin Laden tufayli va buni soft power orqali yaxshi propaganda qildi, targ'ib qildi. Usama bin Laden orqali musulmonlarni terrorist deb o'ylaydiganlar ko'paygan. Ya'ni Yaqin Sharqdagi musulmonlarning ko'pincha. Va kitobda musulmonlar qilmagan, lekin katta terrorizmlarga sabab bo'lgan juda ko'p narsalar keltirgan. Musulmonlarning umuman qo'li yo'q, boshqa din vakillari, xristianlar, ateistlar, yahudiylar qilgan terrorizmlar ko'rsatilgan. Isbotlab, rasmlar bilan hammasi ko'rsatilgan. Bemalol kitobni sotib oling, kayf qilib o'qing. Maslahat beraman, lekin neytral o'qing. Neytral. Va neytral o'qing deyishimning sababi kitobda 2001-yildagi 11-sentyabr voqealari, Usama bin Laden voqealari, egizak minoralar qulatilishi, ya'ni egizak egizak minoralariga borib urilgan samolyot haqida ham juda yaxshi tushuntirilgan, lekin Amerika foydasiga ko'pincha. Shuning uchun neytral turing. Xo'p, bugun shu narsani, ya'ni soft power, smart power, hard powerni tushuntirib bermoqchi bo'ldik. Soft power yumshoq kuch, ya'ni media orqali, social media orqali propaganda qilish soft power deyiladi. Hard power kuch, bu xalqaro sanksiyalar ili harbiy qo'shin kiritish, prezidentni ag'darish, ana shu hard power deyiladi. Va smart power soft power bilan hard power, yumshoq kuch bilan qattiq kuchning uyg'unlashuvidan smart power kelib chiqadi. Ya'ni qayerda qanday ishlashni, qayerda soft powerni, qayerda hard powerni ishlatishni bilib ishlatgan davlatlar smart powerni ishlatiladi deb aytiladi. Bu siyosatdagi eng kerakli mavzulardan biri. Shuning uchun videoga ko'proq like bosing, kommentariy yozing, tarqating va keyingi sonlargacha ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.